Toshkent davlat texnika universiteti mexanika muhandisligi fakultetida 7 ta kafedra bo'lib, ulardan biri materialshunoslik kafedrasidir. Bugungi kunda kafedra bir qator xorijiy davlatlardagi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan va ko'plab yirik metallurgiya korxonalariga yetuk mutaxassis kadrlarni tayyorlab bermoqda. Sarvinoz Burxonova ushbu kafedraning faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Ko'ramiz. Kafedrada bakalavriat yo'nalishi bo'yicha kunduzgi, kechki, sirtqi ta'lim shaklida talabalar tahsil oladi. Ta'lim jarayonida talabalar haftada 4 kun universitetda ta'lim olsa, 2 kun o'z sohasi bo'yicha ishlab chiqarish korxonasida amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlari o'tkaziladi. Hozirgi paytda kafedrani professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyati 60% dan yuqorini tashkil etadi. Kafedrada bakalavrlar, magistrlar hamda tayanch doktorantlar va doktorantlar tayyorlanadi. Kafedrada hozirgi paytda Belorussiya bilan hamkorlikda fundamental loyiha bajarilmoqda. Bu fundamental loyihada nafaqat professor o'qituvchilar, balki iqtidorli bakalavrlar, magistrlar hamda tayanch doktorantlar ham faol ishtirok etib kelmoqdalar. Mana hozirgi vaqtda 3 ta davlat bilan demak grant e'lon qilingan. Bizning kafedramiz mana shu 3 ta davlatning grantiga faol ishtirok etib, hozirgi tanlovda qatnashish uchun o'zlarining mavzulari bo'yicha loyihalarni topshirdilar. Bu davlatlarga Belorussiya, Turkiya va Italiya kiradi. Tasvirda ko'rib turgan ushbu uskunalar metall va qotishmalarga termik va kimyotermik ishlov berish uchun qo'llaniladigan zamonaviy qizdirish pechlari hisoblanadi. Bu pechlar 1050 gradusgacha qizdiradi. Talabalar bu pechlardan foydalangan holda laboratoriya mashg'ulotlarini olib boradi. Har bitta laboratoriya xonalarimiz zamonaviy texnik uskunalar bilan jihozlanganini ko'rishimiz mumkin. Universitetimiz bir qator tashkilotlar va korxonalar bilan hamkorlik shartnomalarini imzolagan. Buning misolida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati, Navoiy kon-metallurgiya kombinati, O'zbek kimyo mash zavodi. Hozirda professor o'qituvchilarim bilan birgalikda materiallarni, konstruksiya materiallarini xossalari va strukturalari bilan tanishmoqdaman. Hozirda fundamental materialshunoslikning fundamental asoslari fanini o'rganmoqdamiz. Bunda o'qituvchilarimiz bilan birgalikda materiallarni, konstruksiya materiallarini, xossalari va strukturalarini o'rganmoqdamiz. Kelajakda materiallarni, xossalarini, strukturalarini o'rganishda katta yordam beradi. Kafedrada tahsil olayotgan talabalar nafaqat yurtimizda, balki xorijiy davlatlarda ham o'z tajribasini oshirmoqda. Bu esa ularga kelajakda o'z sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishishida alohida ahamiyat kasb etadi. Ayni damda kafedrada bajarayotgan O'zbekiston va Belorussiya hamkorlikdagi loyihalarni tadqiqotlarida ilmiy ish faoliyatimni yurityapman. O'zim albatta kafedramiz tomonidan bizlarga berilayotgan imkoniyatdan foydalanib, kelajakda yurtimizga xizmat qiladigan yetuk kadr bo'lib yetishib chiqmoqchiman. Bu yerda laboratoriya xonalarimizda asosan laboratoriya darslari o'tiladi va bu yerda yo'q uskunalarimiz duo ta'lim tizimida o'tamiz. Ya'ni turli xil bizga qo'shma bo'lgan korxonalarga borib, duo ta'lim tizimi bo'yicha darslik faoliyatlarimizni olib boramiz. Xulosa qilib aytganda, siz bu yerga kelib tahsil olish orqali nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'lasiz.